Bugun men sizga 25 avgustdan boshlab pul to'lovlari, nafaqalar, pensiyalar yoki ish haqi bilan bog'liq eng ko'p savol tug'dirayotgan masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. Gap shundaki, ko'pchilik har biriga 1 million 200 ming so'mdan qo'shiladimi? Bu pul hammaga beriladimi? Kim eng ko'p oladi? Qaysi toifa odamlar ariza topshirishi kerak degan savollar bilan adashib qolmoqda. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki u oilaviy budjetga, qarz to'lashga, kommunal xarajatlarni yopishga, dori-darmon olishga va farzandlar ta'limiga bevosita ta'sir qiladi. Men sizdan iltimos qilaman, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'p odam aynan oxiridagi istisnolar va hujjatlar masalasini bilmagani uchun pulini vaqtida ola olmaydi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki men bunday muhim yangiliklarni oddiy odam tushunadigan tilda tahlil qilib beraman. Endi esa asosiy masalaga o'tamiz. 25 avgustdan keyin kim ko'proq olishi mumkin? Kimga 1 million 200 million so'm atrofidagi qo'shimcha to'lov tegishi mumkin? Kim esa bunga umid qilib, lekin hujjat topshirmasa yoki shartlarga mos kelmasa pulni ola olmaydi. Avval qanday edi? Oldin ko'p to'lovlar aniq belgilangan tartib asosida hisoblanardi. Pensiya yoshiga yetganlar pensiyasini olardi. Ijtimoiy nafaqa oluvchilar o'z toifasiga qarab pul olardi. Kam ta'minlangan oilalar esa ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali aniqlanib, ularga bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam tayinlanardi. Ishlayotgan odamlar esa oylik maoshini tashkilotdagi shtat jadvali, tarif stavkasi, ustama va qo'shimcha to'lovlarga qarab olardi. Lekin amaliyotda muammo ko'p edi. Bir oilada daromad juda past bo'lsa ham hujjat to'liq bo'lmagani uchun yordam chiqmasdi. Boshqa bir oilada esa bank kartasiga kichik tushum bo'lgani sababli tizim uni daromad sifatida ko'rib, nafaqa rad etilishi mumkin edi. Pensionerlar orasida ham shunday holat bo'lardi. Kimdir ish staji to'liq hisoblanmaganidan kamroq pensiya olardi. Kimdir eski ish joyidan ma'lumotnoma topa olmagani uchun haqiqiy mehnat yillari pensiyaga kiritilmasdi. Nogironligi bor fuqarolar, yolg'iz keksalar, boquvchisini yo'qotgan oilalar esa ko'pincha qaysi idoraga borishni bilmay, o'ziga tegishli to'lovdan kechikib qolardi. Endi nima o'zgaryapti? 25 avgust sanasi atrofida muhokama qilinayotgan asosiy masala shuki, ayrim toifadagi fuqarolar uchun to'lovlar qayta ko'rib chiqilishi, indeksatsiya qilinishi, qo'shimcha yordam puli yoki bir martalik to'lov ajratilishi mumkin. Bu yerda eng muhim narsa 1 mil 200 ming so'm hammaga avtomatik tarqatiladi degan gapga ishonib qolmaslik kerak. Men ekspert sifatida sizga aniq aytaman. Bunday to'lovlar odatda toifaga, mezonga, daromadga, oilaviy holatga, hujjatga va tizimdagi ma'lumotlarga qarab belgilanadi. Demak, savolni to'g'ri qo'yish kerak. Menga pul beriladimi? Emas. Men qaysi toifaga kiraman? Tizimda ma'lumotim to'g'rimi? Ariza kerakmi? Daromadim qanday hisoblanadi? Menga qo'shimcha pul chiqishi uchun qaysi shartlar bajarilishi kerak deb so'rash kerak. Ana shunda odam o'z huquqini himoya qila oladi. Birinchi navbatda pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, pensiyangiz miqdori oxirgi qarorlar, eng kam pensiya miqdori, ish staji va avvalgi ish haqi hisob kitobiga qarab o'zgarishi mumkin. Masalan, bir pensioner oyiga 900 ming so'm olayotgan bo'lsa, u eng kam pensiya chegarasiga bog'liq qo'shimcha oshirishdan manfaatdor bo'lishi mumkin. Boshqa bir pensioner esa 2500 ming so'm olsa, unga qo'shimcha foizli indeksatsiya ta'sir qilishi mumkin. Lekin hamma holatda ham aynan 1 mil 200 ming so'm qo'shiladi degani emas. Misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli ota 32 yil ishlagan. Lekin pensiya tayinlanganda faqat 24 yillik staji hisobga olingan bo'lishi mumkin. Sababi eski zavod yopilgan, arxivdan ma'lumot topilmagan. Agar u arxiv hujjatini topib, pensiya jamg'armasiga qayta hisob kitob uchun murojaat qilsa, pensiyasi oshishi mumkin. Ba'zan bu oshish 20 ming so'm bo'ladi. Ba'zan 400 ming so'm bo'ladi. Ayrim holatda esa oldingi davr uchun farq to'lab berilsa, bir martalik kattasi summa chiqishi ham mumkin. Odamlar shuni ko'rib, hammaga 1200 ming so'm berilar ekan deb o'ylab qoladi. Aslida esa bu har bir kishining hujjatiga bog'liq. Ikkinchi toifa kam ta'minlangan oilalar. Agar oilada rasmiy daromad kam bo'lsa, voyaga yetmagan farzandlar bo'lsa, ijara, kasallik, nogironlik, boquvchining yo'qligi kabi og'ir holatlar mavjud bo'lsa, bunday oila ijtimoiy yordam olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Lekin bu ham hamma oilaga bir xil 1 million 200 ming so'm degani emas.
bolalar soni, yoshi, oiladagi umumiy daromad, mol mulk, avtomobil, bank tushumlari. Ish bilan bandlik holati inobatga olinadi. Masalan, bir oilada ota kunlik ish qiladi. Onasi uyda 3 farzandga qaraydi. Oilaning rasmiy daromadi oyga 2000 million so'm. Farzandlari 4-7 va 12 yoshda. Agar hujjatlar to'g'ri topshirilsa va tizim bu oilani kam ta'minlangan deb tan olsa, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam tayinlanishi mumkin. Miqdor har bir bolaga yosh toifasiga va amaldagi tartibga qarab hisoblanadi. Natijada oila oyga 100 ming so'mdan 20-200 ming so'mgacha yoki undan ham ko'proq yordam olishi mumkin. Ammo bu yordam oilaning sharoiti o'rganilgandan keyin belgilanadi. Uchinchi toifa nogironligi bor fuqarolar va nogironligi bor farzandni parvarish qilayotgan ota-onalar. Bu toifadagi odamlar ko'pincha eng ko'p yordamga muhtoj bo'ladi. Chunki dori, reabilitatsiya, qatnov, maxsus oziq, ovqat, parvarish xarajatlari doimiy. Agar nogironlik guruhi belgilangan bo'lsa, tegishli nafaqa, pensiya, kompensatsiya yoki parvarish puli masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Bu yerda ham hujjat hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tibbiy xulosa, nogironlik ma'lumotnomasi, parvarish qiluvchi shaxs haqidagi ma'lumot, bank karta rekvizitlari to'g'ri bo'lishi shart. Misol uchun, 10 yoshli farzandida nogironlik bor, onasi ishlay olmaydi. Otasi esa mavsumiy ishda. Agar oilaning daromadi kam bo'lsa, bu oila bir vaqtning o'zida bir nechta yo'nalish bo'yicha yordamga da'vogarlik qilishi mumkin. Farzand uchun nafaqa, oilaviy ijtimoiy yordam, ayrim hollarda dori-darmon yoki reabilitatsiya bo'yicha qo'shimcha ko'mak. Odam aynan qaysi yordamni olishini mahalla, ijtimoiy himoya organi va tegishli tibbiy hujjatlar orqali aniqlashtirish kerak. 4-toifa budjet tashkilotlarida ishlaydiganlar. O'qituvchi, shifokor, hamshira, tarbiyachi, kutubxonachi, madaniyat xodimi, texnik xodimlar oylik maoshdagi o'zgarishlarni diqqat bilan kuzatish kerak. Agar tarif stavkalari oshsa, ustama yoki qo'shimcha to'lovlar qayta ko'rib chiqilsa, oylik ham o'zgaradi. Lekin bu yerda ham hamma xodimga bir xil pul qo'shilmaydi. Kimning stavkasi to'liq, kimniki yarim stavka, kimning toifasi yuqori, kimda malaka sertifikati bor, kim qo'shimcha dars olgan, bularning hammasi yakuniy summaga ta'sir qiladi. Masalan, maktab o'qituvchisi ilk stavkada ishlasa va malaka toifasi bo'lsa, uning oyligiga qo'shimcha sezilarli bo'lishi mumkin. Lekin 0,5 stavkada ishlayotgan xodim xuddi shuncha pul kutmasligi kerak. Yana bir misol, shifoxonada hamshira tungi navbatchilikka chiqsa, zararli sharoitda ishlasa yoki qo'shimcha yuklama olsa, uning oyligi boshqa hamshiradan farq qiladi. Shuning uchun qo'shimcha 1 mil 200 ming so'm degan gapni eshitgan xodim birinchi navbatda bu summa tarif oshishimi, ustamami, bir martalik mukofotmi yoki boshqa to'lovmi, shuni aniqlash kerak. 5-toifa boquvchisini yo'qotgan oilalar. Agar oilada asosiy daromad keltiruvchi shaxs vafot etgan bo'lsa, farzandlar, turmush o'rtog'i yoki qaramog'idagi shaxslar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasiga da'vo qilishi mumkin. Bu holatda ham pul miqdori, marhumning ish staji, sug'urta badallari, qaramog'idagi shaxslar soni va amaldagi tartibga qarab belgilanadi. Agar oilada 2 yoki 3 nafar voyaga yetmagan bola bo'lsa, umumiy to'lov bir bolali oilaga nisbatan ko'proq bo'lishi tabiiy. Kim xavotir olmasligi kerak. Agar sizning daromadingiz barqaror, hujjatlaringiz to'liq, pensiya yoki nafaqa muntazam tushayotgan bo'lsa, eng avvalo vahimaga tushmang. Kartangizga pul tushmasa, darhol meni ro'yxatdan chiqarib yuborishdi deb o'ylamang. Ba'zan to'lov kunlari banklar bo'yicha farq qiladi. Bayram yoki dam olish kunlari sabab kechikish bo'ladi. Texnik qayta hisob-kitob ketadi. Lekin kechikish 3-5 kundan oshsa, albatta aniqlashtirish kerak. Eng katta xato internetdagi har bir xabarni rasmiy qaror deb qabul qilish. Ijtimoiy tarmoqlarda 25 avgustdan hammaga 1 million 200 ming so'm beriladi. Kartangizni yuboring, ro'yxatdan o'ting. Pulni bugun olasiz degan e'lonlar ko'payadi. Men qat'iy ogohlantiraman. Hech qachon pasport rasmi, karta raqami, SMS kod, bank ilovasi paroli yoki plastik kartaning orqa tomondagi kodni begonalarga bermang. Davlat to'lov tayinlasa, u sizdan SMS kod so'ramaydi. Rasmiy ariza davlat xizmatlari markazi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, mahalla yoki ijtimoiy himoya organlari orqali yuritiladi. Ikkinchi nozik jihat daromadni hisoblash. Ko'p odam men rasmiy ishlamayman, demak daromadim yo'q deb o'ylaydi. Lekin tizim bank kartasiga tushgan pulni, ro'yxatdagi mol-mulkni, avtomobilni, tadbirkorlik faoliyatini
ijara daromadini yoki boshqa manbalarni ko'rishi mumkin. Masalan, sizning kartangizga qarindoshingiz uy qurilishi uchun ming so'm yuborgan bo'lsa, tizim buni daromad sifatida baholashi ehtimoli bor. Bunday holatda tushuntirish berish, pulning maqsadini ko'rsatadigan hujjat tayyorlash yoki mas'ul tashkilotga izoh berish kerak bo'ladi. Uchinchi muammo ro'yxatdagi yashash manzili. Ayrim oilalar bir joyda yashaydi, lekin propiskasi boshqa joyda bo'ladi. Ijtimoiy yordam masalasida oilaning haqiqiy tarkibi va ro'yxatdagi tarkibi mos kelmasa, ariza rad etilishi yoki kechikishi mumkin. Masalan, kelin-kuyov alohida yashaydi, lekin ota-onasining uyida ro'yxatda turadi. Tizim esa ularni bir oila sifatida ko'rib, ota-onaning daromadini ham hisoblab yuborishi mumkin. Natijada haqiqiy muhtoj oila yordam ola olmay qoladi. Shuning uchun manzil va oila tarkibini tartibga keltirish juda muhim. 4-istisno, ishga layoqatli lekin ishlamayotgan shaxslar. Ba'zi ijtimoiy yordam turlarida oilada mehnatga layoqatli kattalar bor yo'qligi hisobga olinadi. Agar inson ishlashga qodir bo'lsa, lekin ish qidirmagan, bandlik organiga murojaat qilmagan bo'lsa, bu yordam tayinlashga ta'sir qilishi mumkin. Bunday vaziyatda bandlik bo'limiga borib ro'yxatdan o'tish, ish qidirayotganini rasmiylashtirish, malaka kurslari bo'yicha ma'lumot olish foydali bo'ladi. Chunki tizim uchun men ish topolmayapman degan og'zaki gap yetarli emas, rasmiy iz kerak. 5-nozik jihat pensiya qayta hisob kitobi. Ko'pchilik pensiya tayinlangandan keyin uni o'zgartirib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Aslida, agar yangi hujjat topilsa, ish staji tasdiqlansa, ish haqi bo'yicha qo'shimcha ma'lumot chiqsa, ayrim holatlarda qayta hisob kitob qilish mumkin. Masalan, ayol kishi bolani parvarish qilgan davr, sovxoz yoki kolxozdagi ish yillari, harbiy xizmat, o'qish davri, zararli sharoitdagi mehnat kabi davrlar pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin. Lekin buni isbotlash kerak. Men ishlaganman deyish kamlik qiladi. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumoti, buyruq nusxasi, ish haqi vedomosti yoki sud orqali tasdiq kerak bo'lishi mumkin. 6-muammo, karta va bank rekvizitlari. To'lov tayinlangan bo'lsa ham, karta muddati tugagan, hisob raqam yopilgan, ism, familiya pasportdagi yozuv bilan mos kelmagan yoki bankdagi ma'lumot eski bo'lsa, pul tushmay qolishi mumkin. Ayniqsa yoshi katta insonlar kartani farzandiga berib qo'yadi. Keyin o'zi pul qayerga tushayotganini bilmaydi. Men bunday holatda pensioner yoki nafaqa oluvchi shaxsning o'zi bankka borib, hisob raqami faol ekanini tekshirtirishni maslahat beraman. 7-nozik jihat bir martalik to'lov bilan doimiy oshirishni adashtirish. Agar sizga bir oyda 20-200 ming so'm ko'proq tushsa, bu har oy shuncha qo'shiladi degani bo'lmasligi mumkin. Bu oldingi oylar uchun qarzdorlik, qayta hisob kitob farqi, bir martalik yordam yoki kompensatsiya bo'lishi mumkin. Shuning uchun bankdan pul tushganini ko'rib xulosa qilmasdan to'lov maqsadini aniqlash kerak. Pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya organi yoki ish joyingiz bu summaning nimaga berilganini tushuntirib berish shart. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, o'z toifangizni aniqlang. Siz pensionermisiz? Nogironligi bor shaxsmisiz? Kam ta'minlangan oilamisiz? O'quvchisini yo'qotgan oilamisiz? Budjet xodimimisiz yoki farzandlari bor oilamisiz? Har bir toifa uchun yo'l boshqa. Hamma bir idoraga yugurishi shart emas. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, JSHSH raqami, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik bo'yicha tibbiy ma'lumotnoma, mehnat daftarchasi, ish staji tasdiqlovchi hujjatlar, bank karta rekvizitlari, daromad haqida ma'lumot, ijara shartnomasi, bo'g'uvchining vafot etganlik guvohnomasi kabi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hujjat hammaga kerak emas, lekin o'z holatingizga mosini oldindan yig'ib qo'ysangiz, vaqt yutasiz. 3-qadam, rasmiy manbadan tekshiring. Mahalla fuqarolar yig'ini, inson ijtimoiy xizmatlar markazi, pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi, yagona portal yoki ish joyingizdagi buxgalteriya orqali ma'lumot oling. Telefon orqali eshitgan gap bilan cheklanib qolmang. Iloji bo'lsa, ariza raqamini oling. Murojaat qilingan sana va mas'ul xodimning javobini yozib qo'ying. Keyin muammo chiqsa, sizda dalil bo'ladi. 4-qadam, ariza matnini aniq yozing. Masalan, pensiya qayta hisob kitobi uchun murojaat qilsangiz, mening pensiyamning ish stajim va yangi taqdim etilayotgan hujjatlar asosida qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Ijtimoiy yordam uchun esa
Oilamning moddiy ahvoli og'irligi sababli amaldagi tartib asosida ijtimoiy yordam tayinlash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman deyish mumkin. Arizada hissiyot emas, fakt bo'lishi kerak. Oilada nechta odam bor? Daromad qancha? Kim ishlaydi? Kim kasal? Qanday xarajat bor? 5-qadam rad javobi olsangiz sababini so'rang. Ko'p odam rad bo'ldi degan javobdan keyin to'xtab qoladi. Aslida rad javobida sabab ko'rsatilishi kerak. Daromad yuqori ko'ringanmi? Hujjat yetishmaganmi? Oilada avtomobil bormi? Manzil mos kelmayaptimi? Mehnatga layoqatli shaxs bandlikka murojaat qilmaganmi? Sababni bilsangiz, uni tuzatish mumkin. Masalan, manzilni tartibga keltirasiz. Yetishmagan hujjatni olib kelasiz. Bank tushumi bo'yicha izoh berasiz. Arxivdan ma'lumot topasiz. 6-qadam, pul tushishini nazorat qiling. Bank ilovaningizda tushum sanasi. Summa va izohni ko'ring. Agar ilova bo'lmasa, bankdan ko'chirma oling. Pensionerlar va yoshi katta fuqarolarga farzandlar yordam berishi mumkin, lekin pul egasining o'zi ham xabardor bo'lishi kerak. Chunki amaliyotda karta boshqa odam qo'lida bo'lib, nafaqa oluvchi o'z pulini to'liq ko'rmaydigan holatlar ham uchraydi. Bu juda nozik, lekin hayotiy masala. 7-qadam firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pul chiqarib beraman, navbatsiz qilib beraman. 20 yil 200 ming so'm kafolat degan odamga ishonmang. Rasmiy to'lovni olish uchun hech kimga oldindan pul berilmaydi. Agar kimdir sizdan xizmat haqi so'rasa, ayniqsa SMS kod, karta paroli yoki pasport nusxasini talab qilsa, bu xavfli. Hujjatlarni faqat rasmiy idoraga yoki ishonchli davlat platformasiga topshiring. 8-qadam, ish joyidagi xodimlar buxgalteriyadan yozma tushuntirish so'rasin. Agar oyligingiz oshishi kerak deb o'ylasangiz, lekin oshmagan bo'lsa, mening lavozimim, stavkam, ustamam va qo'shimcha to'lovlarim bo'yicha hisob-kitobni tushuntirib berishingizni so'rayman deb murojaat qiling. Buxgalteriya sizga qaysi qator bo'yicha qancha hisoblanganini aytish kerak. Ba'zan odam oylik oshmagan deb o'ylaydi. Aslida soliq, avans, kredit ushlanmasi yoki kasallik varaqasi sabab qo'lga tegadigan summa kamroq bo'lgan bo'ladi. 9-qadam, oilaviy holatingizni yashirmang. Ijtimoiy yordamda noto'g'ri ma'lumot berish keyinchalik pulni qaytarishga majbur qilishi mumkin. Agar daromad bo'lsa, ayting. Agar avtomobil bo'lsa, yashirmang. Agar oila tarkibi o'zgargan bo'lsa, xabar bering. Chunki tizim baribir ko'p ma'lumotni avtomatik tekshiradi. To'g'ri ma'lumot bilan murojaat qilgan odamning ishi keyin muammosiz yuradi. 10-qadam, hujjatlaringizning nusxasini saqlang. Arz topshirdingizmi? Rasmga oling. Javob oldingizmi? Saqlang. Bank ko'chirmasini yuklab oling. Arxiv ma'lumotini yo'qotmang. Bugun kerak bo'lmagan hujjat ertaga pensiya, nafaqa yoki sud masalasida juda muhim bo'lib qolishi mumkin. Endi bir nechta vaziyatni raqam bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat, yolg'iz pensioner ayol oyiga 902 ming so'm pensiya oladi. Boshqa daromadi yo'q. Dori-darmon xarajati oyiga 300 ming so'm. Agar eng kam pensiya yoki ijtimoiy yordam mezonlari bo'yicha qo'shimcha qo'llab-quvvatlash belgilansa, u pensiya oshishi yoki alohida moddiy yordam olishi mumkin. Lekin buning uchun uning holati tizimda to'g'ri ko'rinishi, bank kartasi faol bo'lishi, yashash manzili aniq bo'lishi kerak. Ikkinchi vaziyat, oilada ota ishlaydi, oyiga 30 ming so'm oladi. Ona ishlamaydi, 3 farzand bor. Ijara haqqi 1500 ming so'm, kommunal to'lov 400 ming so'm. Maktab xarajatlari bor. Qog'ozda 30 ming so'm ko'pdek tuyulishi mumkin. Lekin oila a'zolari soniga bo'lganda har bir kishiga to'g'ri keladigan daromad past bo'lishi mumkin. Bunday oila bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam bo'yicha murojaat qilishi mumkin. Yakuniy summa farzandlar yoshi va amaldagi mezonlarga bog'liq bo'ladi. 3-vaziyat. Budjet tashkilotida ishlaydigan xodimning maoshi 2800 ming so'm edi. Tarif oshdi. Ustama qayta hisoblandi. Avvalgi oy uchun farq ham qo'shildi. Natijada bir oyda kartasiga 4 ming so'm tushdi. U menga har oy 1200 ming so'm qo'shildi deb o'ylashi mumkin. Lekin keyingi oy yana 3200 ming yoki 3000 ming so'm tushishi ehtimoli bor. Chunki birinchi oyda oldingi davr farqi ham qo'shilgan bo'ladi. Shuning uchun to'lov varaqasini ko'rmasdan xulosa qilish noto'g'ri. 4-vaziyat. Boquvchisini yo'qotgan oilada 2 bola bor. Marhum otaning ish staji yetarli, lekin hujjatlar to'liq topshirilmagan. Onasi faqat bitta ma'lumotnoma bilan murojaat qilgan va kamroq to'lov tayinlangan. Keyinchalik ish staji tasdiqlansa,
to'lov qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu holatda ham bir martalik farq chiqishi ehtimoli bor. Lekin bu hamma uchun bir xil summa degani emas. Xulosa qilib aytaman. 25 avgustdan boshlab to'lovlar, nafaqalar, pensiyalar yoki ish haqi bo'yicha o'zgarishlar ko'pchilikka ta'sir qilishi mumkin. Lekin har bir odamga avtomatik 1.200.000 so'm beriladi degan gapni tekshirmasdan qabul qilmang. Eng ko'p oladiganlar odatda huquqi bor, hujjati to'liq, toifasi aniq va tizimdagi ma'lumotlari to'g'ri bo'lgan fuqarolardir. Eng ko'p yutqazadiganlar esa hujjatini yig'magan, rad javobining sababini bilmagan, karta va manzil ma'lumotlarini tekshirtirmagan, internetdagi yolg'on xabarlarga ishongan odamlardir. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq o'z holatingizni tekshiring, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Rasmiy idoradan ma'lumot oling va pul tushsa, uning nima uchun tushganini aniqlang. Shunda siz o'zingizga tegishli yordamni vaqtida olasiz va ortiqcha xavotirga tushmaysiz. Sizningcha 25 avgustdan keyingi o'zgarishlar oddiy odamlarning hayotiga qanchalik yordam beradi? Kommentariyada yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bunday ma'lumotni bilgan odam o'z haqini talab qila oladi.